Mana hozir Erkin YPX maskanda xizmat olib borayotgan vaqtimizda Uz Avtotrans servis korxonasiga tegishli transport vositasini to'xtatdik va haydovchiga boshqa shaxsni chip kartasi bilan transport vositasini boshqarib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Bu yangi qonun bo'yicha Ma'muriy javobgarlik kodeksining 125 4-qismiga asosan huquqbuzarlik qilgan asos bo'ladi va ushbu moddaga asosan jarima jazosi belgilanadi. Jarima jazosi eng kam olish haqining 7 barobar miqdorida belgilanadi. Bu haydovchi mana Jumabayev O'tkir akaga tegishli bo'lgan haydovchilik kartasida transport vositasini boshqarib kelyapti. Bundan tashqari taxograf qurilmangizdan ma'lumotlarni olish uchun tekshirganimizda, ya'ni qog'ozi ham tugab qolganligi ma'lum bo'ldi. Mana buni ham ko'rsatib qo'yish mumkin. Qog'ozi ham yo'q. Va sizga berilgan sertifikat Tez Avto korxonasidan berilgan. Bu O'zbekiston Respublikasidan akkreditatsiyadan o'tmagan korxona tomonidan sizga sertifikat berilyapti. Bu ham huquqbuzarlikka asos bo'ladi. Mana men sizga tushuntirib o'tdim, o'tgan safar ham tushuntirgandim, ogohlantirgandim. Mana bugungi yo'nalishingizni ham to'xtatdim. Mana tekshirganimizda xuddi shu narsani bartaraf qilmasdan tashuvlarni amalga oshiryapti.